Assalomu alaykum. Yana bir marta bizning YouTube ijtimoiy tarmog'ida kuzatib keladigan podpischilarimiz avtoseldan sizlarga aksiyada boshlang'ich to'lovni 5 million so'm bilan Gentra avtomat qo'yib berjakmiz. Mashinamiz egalardan sotib olgan tutdi. 2020-yilda ishlab chiqarilgan avtomat korobkani full varianti va hamma rasxoti qilinib, mashina haydashga tayyor bo'lib turibdi. Hech endi ish yo'q. Qaranglar. Boshlang'ich to'lovni 5 million so'm berasida notarsga xarajatlari отдельный bo'ladi. Общий bir 13 million so'mlar bilan hamma mo'jizalaringiz bitadi. 2020-yil tan narxi 132 million so'm avtomat korobka, metan gazlar 4-pokoleniya, yechirindi ishi yo'q. Balonni ko'ringlar. 4 tona charmxo, yumshoq balon qo'yilgan charmxo balondan o'zi bilgan odam biladi ish balonligini. Salonlari akkuratniy holatda 95 ming yurgan 4-pokoleniya metan gazlari bor. Yana chexol, zo'rindan polik, avtomat, lyuki, obezi, konditsioneri, maytafoni, har balasi bor ish qilib. Hech endi ishi yo'q. 2020-yil kuzovidan qirchilib, bir yomon bo'lib bakkan yillari yo'q. 5 million so'm pul bilan ina xaritada bosasizlar bo'ladi mashinamizni. Tan narxini 132 million so'mga qo'ydik. Like bosib, bizlarga obuna bo'lib qo'ysangizlar, shunday aksiyalik boshlang'ich to'lovsiz kempel bilan chiqadigan zo'r sotsial mashinalarni chiqarib berishda davom etamiz. Va boshqa har xil turdagi mashinalar bor. Bemalol qiziquvchilar avtoselga kelaverasizlar. 14-15 Cobalt'larimiz, Nexus 2'larimiz, Tracker, Nexus, Cobalt'ni tozalari, Malibu Premier'lar, har xil turdagi mashinalarimiz bor. Manzilimiz Urganch Gullan yo'li, Sputnik svetoforning yonida joylashgan.